Sherzod aka mana. Nech bosh bu yerda? 12 tami? 12 ta qolibdi. Mana mollarning sifati zo'r. Ana Sherzod aka boyagi arasida yurgan boya kichkinalar bor edi-ku. Ular ketdi aka, u kichkinalar. Mana faqat kattalari qolgan. Mana orqasida bolalar ko'rinmayapti, o'zi ko'ryapsizmi? Joningda sifatini qarang. Ana 12 bosh mol. Faqat kattalar qolgan Sherzod aka. 12 bosh. Ketdi iziga, iziga yana bitta qaytarib yuboringizlar. Ketdi, mana bir. Bitta o'tsin. Oyog'i sal orqaga turib. Hayda Zuhriddin. Ha, chuqurdan o'tmasin. Sal beri haydanglar, oyog'i. Ketdiga, hayda. Ha, joningda. Mana qarang, sifatini qarang. Mashalloh. Joning sog' bo'lgunlar. Aylantir. Ketdi mana. Joning sog' bo'lgunlar. Xudoyim mana. Boyaga kichkinalar sotilib ketdi, Sharof aka. Kattalari qolgan. Arzonroq sotib qo'ymas, yana sheraga aytib qo'ying. Zo'rlari qolgan, yiriklar. Ha, bo'ldi. Zo'ri qolgan 12 ta. 10 bittasi galishning ko'ringiz. Bittasi simental ma'minisi. Bittasi simental, 10 bittasi galishni friz, ha? Bo'ldi. Yaxshilab sotish kerak bular. Bo'ldi, gap yo'q. Mollar vaqt chotga ekan aka. Ush. Ana qara. Ana qara. Olar qara asalligini. Haqiqatdan gap yo'q lekin Sharof aka. Zo'rlari qopti lekin, zo'rlari. O'tgan safargidagi anodan ham sifatlilar qopti. Zo'rlari qolgan.